Assalomu alaykum qadrdonlar. Bir kishining iltimosi bor edi. Shuni agar mabodo qo'limizdan kelsa yordam berib yorsak yaxshi bo'lar edi. Qo'qonlik bitta akamiz o'zlarining xizmatdoshlarini qidirayotgan ekanlar. Hop. Minguloqdan dedilar. Gurtepa yoki Sho'rsuv qishlog'idan bo'lish kerak. Mamadali Hasanboy 74-yilda tug'ilgan dedilar. Gurtepalik yoki Sho'rsuvdan kimdir shu odamni taniydigan bo'lsa, iltimos mana shu ekranda ko'rsatilgan telefon raqamiga telefon qilsalaring, mana shu ikkala xizmatdoshlar bir bilan topishtirib qo'yganimizda yaxshi bo'lardi, xudo xolasa. Savob bo'lardi. Mamadali Hasanboy akamiz 74-yilda tug'ilgan. Yo Gurtepada yoki Sho'rsuvda deyishdi. Shunaqa 1 yil Toshkentda Votnikda xizmat qilishgan ekan, keyin Surxondaryoda xizmat qilishgan ekan qolganiga. Iloji bo'lsa yaxshi bo'lardi, iltimos. Qo'qonlik Elmurodjon akamiz qidiryapti ekanlar xizmatdoshlarini.